Bunaqangi minorani aylantirib qurib chiqish o'zi qanaqangi mehnat va mashaqqat talab qiladi. Va bu yerda esa turistlar mana очередga o'sha Galata cho'qqisining ichiga kirish uchun bu yerda turishibdi. Bu tarafda shaharning chiroyli dengiz bo'yidagi imoratlar. Juda ham turistlar ko'p joy ekan bu yerda. Suriyaliklar yurib, Suriyadan keldim, bolam bilan qiynalib deb pul so'rayapti, lekin menimcha Suriya emas, ular aldab maqsad tilamchilik qilib pul olish. Bu yerdan kirish ekan minoraga. Yo $30 yo $50 bilmayman, narxini hozir so'raymiz kassadan. Mana €30 ekan. Galata Tower mana €60 men tushunmadim. Bu nimalar qo'shimcha ichidagi muzeyga kirish alohida oplata. Yana mana ko'rsatib qo'yilgan. Mana odamlar. Turistlar ko'proq Yevropadan kelganlar shu yerga kirib ichidan bir qanaqadir tosh qidirsa kerak edi.